Aşı erziməz sın toluqlarının biz Liangshanliklarni ko'zga ilmaslikqa, birodarlarimizni haqoratlashga nima ekan? Ularning adabini bir kun bo'lsa-mu burunroq bilsam, ko'nglim bir kunmi aram topmaydi. Agar ularni yo'qotishga qat'iy niyat qilgan bo'lsangiz, ağa, yanılı men baray, siz bo'lsangiz, Taqdiranın xo'jasi, yangilik qilsangiz bo'lmas. İnim, siz Liangshan uchun bosh do'ppini qo'lga keltirdingiz. Bu qatam o'zim bosh olib baray. Siz xotirjam bo'ling. Men 5000 lashkar osamli bo'ldi. Bir necha kuniga qanbayla qaytib kelaman. Bunun erisini uzatmadım emse, özünüzni azadıraq tutqaysız ağa. Baldıraq qaytib keləsiz. İnim, Taqdiranın amallığını optan qoğdağaysız. Köp endiş qılma. Men hayal bo'lmayli qaytıman. Men yolunuzu qarayman. Siz bilan kengashdigan nurg'un ishlar bor edi. Ağa, özünüzni obdan asrag'aysiz. Qarindoshlarim, qaytib ketinglar. Mangayli. Aşağı. Çogay Hazret g'azabiga paylamay yo'liga chiqdi. Bira ish bo'lib qolarmikin deb ansirayapti men. Ağa, Çogay Hazret bilan nima deyishdinglar? Men faqat Liangshanning kelajagi, qarindoshlarimizning keyingi panogohini ko'zda tutib so'zladim. Lekin Çogay Hazret fikrimga toza parvo qilmayotgandek qildi. Çogay Hazret tuzko'ngil odam. İçtar hasadxorlardan emas, sizning Liangshandagi qarindoshlar uchun boshqa turayotganligingizni tushunadi. Lekin orada chin niyati bilan al bo'lishga dalolat qiladimi? Shug'unisi xon oliylari Liangshandagilarning ochiq yo'riq mard azmatlar ekanligini, ko'ngilda algi xizmat ko'rsatishdan boshqa niyat yo'qligini bilmaydi-da. Danish ağa, ma'lum bo'lg'ay. Yaqinda Ordiya Savundir mahkamasidan su amir oltin qo'ng'iroqlik tanisini elib, kunpetish yo'qa ibodatxonasiga kuchi isrof silib tavob qilishga menibdi. U hozir Xonxa daryosida kelib o'tibdi. Kemisidagi mol dunyoning hisobi yo'qmish. Anlashimcha bu su amir doim xonning atrofida yuriydi ekan. Iliq munofiq vazir Gavchuga o'xshamaydi ekan. Sodiq oqimli vazirlardinki. Ondaq bo'lsa, onun oldini to'sib taqlab chiqayli. Onunga ko'nglimdikini izhor qilsam, u xon oliylariga lazimni 100 tron yetkizsa, Gavchudak munofiqlarning o'tiridan ish terib yurishdan xalos bo'latdik. Bizning qayta nijotlik tepishimizga umid tug'iladi. Nereden kelgan kimlar bu? Ordu vezirinin kimisi to'sashq nima edinglar? Chapsa yo'li chila. Liangshan ko'lining mard sardarlaridan Sungjang bo'laman. Janoblaridan esenlik so'rab keldim. Liangshan o'g'irlar ekan-da. Su amir janoblariga qirg'oq chiqqan bo'lsa, ma'lum qildigan ishlar bor edi.